Isrof harom, hajjiki. Ya Xudoga shukr, qorinam to'ydi. Huzurga tashab kelsa endi. Bu ziyoratchi nonni ham chiqinga tashlamoqchimi? Birodar to'xtang. Shoshmang. Qoraga tinchlikmi? Birodar, hozir men kuzatib turibman, sizdan oldin juda ham ko'p odam ziyoratchilar kelib, yeyilmagan taomlarni chiqinga tashlashyapti. Shuning uchun kerakligini olib yeng. To'ymasangiz yana borib olib yesangiz, birov sizga nimaga 2 marta taom olyapti deb so'ramaydi. Alloh taolodan qo'rqish kerak bunaqa taomlarni chiqinga tashlash uchun. Nonni maxsus non idishga soling. Mayli chiqindilarni chiqindi idishga soling. Avvalo taomlarni o'zingizga kerakligini yarashasini oling. To'ymasangiz yana qaytib borib olsangiz bo'laveradi. Bu ishingiz qaytarilmas. Birodar, Alloh taolo yenglar, ichinglar, isrof qilmanglar. Alloh isrofkor bandalarni sevmasdan marhamat qiling. Shuning uchun bu nonlar, mana bu taomlar kimlardir hozir muhtoj. Ziyoratga keladigan ziyoratchilarni eslatmang. Aslo isrof qilmang.